Joriy hafta davomida Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti faoliyatida bir qator muhim yangiliklar sodir bo'ldi. Bu haqda batafsil hafta xabarnomasida. E'tiboringizda hafta dayjesti. Xodimlar uchun navbatdagi ingliz tili mashg'ulotlari izchil davom etdi. Mashg'ulotlar jarayonida grammatika bo'yicha qo'shimcha bilimlar berildi. AQShning oziq-ovqat va dori vositalari boshqarmasi vakillari bilan muzokaralar o'tkazildi. Mirzayev Ulug'bek Xudayberdiyevich muallifligida tayyorlangan ilmiy maqolalar nufuzli xalqaro jurnallarda chop etildi. Shuningdek, olimning ilmiy faoliyati Zamon.uz portalida ham yoritildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan farmatsevtika tarmog'ida ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish hamda sohaga zamonaviy texnologiyalar transferini jadallashtirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida institut direktori Shavkatjon Azizov ham ishtirok etdi. Shuningdek, institut faoliyati va sohaga oid ilm-fan rivoji uchun kerakli vazifalar qabul qilindi. Shu bilan bir qatorda mazkur farmonga muvofiq O'zbekiston kimyo farmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti hamda Sharq tabobati ilmiy tadqiqot institutlari negizida Milliy biofarmatsevtika ilmiy tadqiqot institutini tashkil etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilandi. Shuningdek, O'zbekiston 24 telekanalida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmatsevtika tarmog'ida ishlab chiqarishni rag'batlantirish va ilmiy tadqiqot jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni haqida batafsil ma'lumot berildi. Vengriya universitetlari hamda Szeged universiteti o'rtasida hamkorlikni yanada mustahkamlash, ilmiy hamkorlik masalalari yuzasidan uchrashuv bo'lib o'tdi. Shu va shu kabi xabarlardan doim boxabar bo'lishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sahifalarimizni kuzatishda davom eting.